2008-yil butun dunyo moliyaviy do'zax ichida yonardi. Ishonchli banklar qulab, oddiy odamlar bir kechada bor yo'g'idan ayrilayotgan, eski dunyo egalari esa xalqni emas, yana o'zlarini katta o'yinchilarni qutqarib qolayotgan bir davr edi. Aynan adolat o'rgandek tuyulgan o'sha zulmat ichidan internetning eng qorong'u burchagida bir sharpa paydo bo'ldi. Na ismi va na yuzi bor. Bu sharpaning o'yin qoidalarini butunlay o'zgartirish degan yagona maqsadi mavjud edi. Uning taxallusi Satoshi Nakamoto edi. Satoshi shunchaki pul yaratmadi. U tarix o'zanini burib yubordi. 2009-yil 3-yanvar tizim uyg'ondi. Biroq ilk bloklar qarada maxfiy bir xabar yashiringan. Kodlar tilga kirib, o'sha mash'un sarlavhani fosh etdi. Banklar yana o'zini qutqarish arafasida. Bu shunchaki gazeta sarlavhasi emas edi. Bu Satoshi Nakamotoning bizga endi sizlarning vositachiligingiz kerak emas degan eski tizimga bergan jimji javobi edi. Sharpa yolg'iz emasdi. Unga birinchi bo'lib Harold Finney ismli daho javob berdi. Tarixdagi ilk Bitcoin o'tkazmasi aynan shu ikki inson o'rtasida bo'ldi. Eng g'alatisi nima bilasizmi? Harold Finney vafotidan keyin o'z tanasini muzlatib qo'yishni vasiyat qildi. U kelajakda tirilishiga va Bitcoin butun dunyoni egallashini o'z ko'zi bilan ko'rishiga ishonardi. Aslida bu pullar shunchaki o'yinchoq edi. 2010-yilda bir dasturchi 10,000 Bitcoinga ikkita pizza sotib oldi. O'shanda u qornini to'yg'izganidan xursand edi. Bugun esa o'sha ikki pizzaning narxi $700 million oshadi. Bu insoniyat tarixidagi eng qimmat tushlik bo'lib qoldi. 2011-yil aprel. Tizim mukammal ishlay boshlagach, Satoshi kutilmaganda men endi boshqa ishlar bilan shug'ullanaman degan so'nggi xabarini yozdi va u bir zumda g'oyib bo'ldi. Na iz qoldirdi, na ovoz. U o'z vazifasini bajardi va abadiy soyaga qaytdi. U ketdi, lekin quruq qo'l bilan emas. Satoshining hamyonida qazib olingan 1 milliondan ortiq Bitcoin bor. 13 yildan beri bu xazinadan 1 sent ham qimirlamadi. Bu shunchaki boylik emas. Bu o'qilayotgan yadro bombasi. Agar Satoshi ertaga uyg'onib, buni sotsa, jahon bozori 1 soatda qulashi mumkin. U kim edi? Markaziy razvedka boshqarmasi ham, eng kuchli xakerlar ham uni top olmadi. Ba'zilar buni Elon Musk deydi, ba'zilar esa bu sun'iy intellektning ilk tajribasi edi deb hisoblaydi. Yoki Satoshi bu shunchaki bir guruhning nomimi? Biz bilmaymiz. Va eng qiziq ham shu, biz butun dunyoni o'zgartirib yuborgan bu g'oya ortida aslida kim turganini bilmasligimiz. Satoshi bizga bitta muhim narsani isbotladi. Yangi imperiya qurish uchun toj kiyish yoki taxtga o'tirish shart emas, shunchaki g'oya bo'lsa yetarli. U ketdi, lekin ortida dunyoni o'zgartirgan texnologiya va ochilmagan sirlarni qoldirdi. Xo'sh, u aslida kim edi? Aho dasturchimi? Kelajakdan kelgan mehmonmi? Toki shunchaki bizning oramizdagi oddiy insonmi? U hikoyaning videoga sig'magan qiziqarli faktlarini va Satoshining shaxsi haqidagi taxminlarni Telegram kanalimda to'pladim. Qolgan tafsilotlar bilan o'sha yerda tanishishingiz mumkin.